Sekin-astalik bilan inshaalloh mukammallashib boraveramiz. Endi 1,5 ming dollar bilan biznes boshlasa bo'ladi. 6 ming, 7 ming dollar bilan boshlasa bo'ladigan bu gazobloyda sizlar uchun arzon variantini topib qo'ydik. Rostdan ham 1,5 ming dollarmi shu apparat? 1,5 ming dollar apparatlarimiz narxi, komplekt tanishtiraman, suv yonqisi bo'ladi, tent, isitish tizimi ham bo'ladi, undan tashqari arra bo'ladi, mishalga 4 ta qolip. Qoliplarimiz uchli rossiyskiy listdan yasalgan, oldinda har bitta gazobloy kesish shart emas. Profillari ham qalin, ochilib yopilishi rezbali bo'ladi. 1,5 ming dollar apparatlar vodiy bo'lib dastavga qolgan joylarga kelishamiz. Mana shunaqa sifatli gazobloylar chiqadi. Undan tashqari 1,5 mingdan tashqari 500 dollar bo'lsa оборотga ish boshlab olsa bo'ladi. Hozir biz Andijon paytidamiz, shunaqangi 10 ta qolip bilan gazobloy ishlab chiqarishni boshlagan, hozir 70 ta ekan. Gazobloy kerak bo'lsa gazobloy, apparatlar kerak bo'lsa apparatlar. Undan ham bor bizda. Murojaat uchun ekrandan nomer telefon qilsa batafsil tushuntirib qo'yamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmanglar.